Ramazanda o'zaro beslashish, musobaqalashish o'zgaradi. Ramazon bizga haqiqiy tijorat yo'llari va uningga beslashishni o'rgatadi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar ve qarindoshlar, Ramazan o'zgarish e'dur nomli programmamizning 9-chi halqasi. Ramazonda o'zaro beslashish, musobaqalashish o'zgaradi. Ramazon bizga haqiqiy tijorat yo'llari va uningga beslashishni o'rgatadi. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday bayon qiladi. Xitamuhu misk ve fi zalika falyatanafasil mutanafisun. En ahirki yutumdumu onundan ihbarning hidi kelib turdi. Qiziquvchilar shuningga qiziqsin. Ya'ni jannatga kirgan vaqtida, Havzi Kavsardan suv ichgan vaqtimizda buningda ihbarning hidlari kelib turdi. Bu Havzi Kavsarning tatliqligi, shirinligi, suzukligi buni til bilan tasvirlash mumkin bo'lmaydi. Shuningga erishish uchun kishilar dunyoda ibodat, yaxshi amallarda beslashishi zarur bo'ladi. Dunyo ishlarida beslashadiganlar mal dunyo, oltin, kumush to'plashda beslashadi. Ramazon kirganda ro'zador kishi haqiqiy tijoratning Alloh taolo bilan bo'lganligini biladi. Mollarini yaxshilik yo'llariga, iftor dasturxonlariga, faqir, miskinlarga, ojiz, bechoralarga sarf qiladi. Shuning bilan insonningki Allah'ın nazarida o'zining o'rnini yuqori ko'taradi, dili yayrab haqiqiy baxt saodatni ro'yobga chiqaradi. O'z jismidan mal to'plashga qilgan tarafni Alloh uchun va Allohning oyatlari uchun bo'ysunadigan, Allohning bandalaridan kambag'allarga kamtar bo'ladigan, ojizlarga ko'ngil bo'ladigan qiladi. Alloh taoladan haqiqiy ravishda qo'rqish uchun garchi yarim tal xurma chog'liq narsa bo'lsa-mu, o'ng taraf, so'l tarafdagi kishilarga xayr ihson qiladigan bo'ladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan bayon qilingan hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam insonlarning eng saxiylaridan bo'lib Ramazonda nayt bek saxiylashib ketadi. Ya'ni normal vaqtlardami Payg'ambar alayhisalom yanada bor yo'q har qanday narsa bo'lsa so'rgan odamni quruq qaytarmaydi. Ramazon oyi kirgan vaqtida buningdanmi nechasi saxiylashib ketadi. Ramazonda saxiylik qilishning ma'nosi degan Ramazonning qimmatini biladigan, Ramazonni haqiqiy kattalaydigan kishilarning nazarida cho'ng bo'ladi. Beslashadiganlar Ramazonda saxiylik, xayr ihson qilish, duo tilovat, Qur'on o'qish, turli ibodat, zikr, tasbih, ta'lim, tarbiya, to'g'ri yo'lga yetaklash, xolis xizmat qilish degandek yaxshilikning hamma turlarida beslashadi. Olimlar Payg'ambar alayhisolamning saxiyligini sifatlab mundaq deydi. Payg'ambar alayhisolamning saxiyligi saxiylikning hamma turlari bilan bo'ladi. Ya'ni Payg'ambar alayhisolamning saxiyliklaridan ilm o'rgatish, ta'lim berish, mal berish, Allohning dinini ustun qilish, bandalarni to'g'ri yo'lga yetaklash, o'zini fido qilish, ularning och qolganlarga yemak berish, nadon johillarga va'z nasihat qilish, hojatmanlarning hojatini ravo qilish, qiyinchiliklarni ustiga elish qatorliq hamma tarafdan ularga manfaat yetkazishga hirismand bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom mushu esil xislatlar bilan o'sib yetildi. Payg'ambar bo'lib, ya'ni Alloh tarafdan vahiyni qabul qilib, payg'ambar qilib avatilgandan keyinmi Payg'ambar alayhisalomdagi bu esil xislatlar tixmo ziyoda bo'ldi. Xadicha radhiyallohu anha Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga tunji qitim vahiy nozil bo'lib, uyga qaytib kelgan vaqtida Payg'ambar alayhisalomga tasalli qilib shunday deydi: Alloh bilan qasam, Alloh subhanahu va taolo sizlarni hargiz yerga qaratmaydi. Chunki sizlar yo'qsulga yordam berlar, mehmonlarni yaxshi kutdilar, qiyinchilikda qolgan kishilarni qiyinchilikdan qutuldirishga qo'llaridan kelishicha bularga yordam berlar, haq egalariga yordam berlar. Allah sizlarni hargiz yerga qaratmaydi deb Payg'ambar alayhisalomga ma'naviy tarafdan zo'r tasallilarni qilgan. Payg'ambar alayhisalomning bu esil xislatlari Payg'ambar alayhisalom payg'ambar bo'lgandan keyin tixmo ziyod bo'lgan. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar alayhisalom insonlarning ichida hammadan botur, hammadan go'zal, hammadan saxiy edi. Yana bir hadisda shundaq deydi: Har qanday bir musulmon Payg'ambar alayhisalomdan bir narsa so'rasa, Payg'ambar alayhisalom ba bo'lsam u kishiga beradi. Agar bo'lmay qolsa, ba'zi vaqtida o'lja g'animatlar kelgan vaqtida berishga va'da qiladi dedi. Bir qitim bir kishiga ikki tog'ning orasidagi jilg'ilar to'lg'idek qo'yni berdi.
bu odam bu qo'yni haydab o'zining yurtiga kelgandan keyin o'zining qavmiga ey qavmim Muhammadga iymon etinglar, u kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqmaydi ekan, uning diniga kirsanglar sizlar hargiz kambag'al bo'lib qolmaysizlar. Mushundaq ata ihson, xayr ihsonlarni qiladi ekan deb musulmon bo'liblam o'zining qavmini iymonga da'vat qilishga boshladi. Aqlliq musulmon Ramazonning barakatiningki hammasiga yoki ba'siga erishidi. O'zining ilgirki baslishlarini o'zgartirdi. Haqiqatan mal dunyo bir ish bo'lsa, tijoratchining hayotidagi aniq ish. Chunki mal degan tijoratchi ega bo'lgan eng qimmatli narsadan iborat. Bu kishi Alloh yo'lida o'zining jinini, milini sarf qilish orqali Alloh taologa yaqin bo'lgan solih kishilar bilan teng bo'ladi. Taqvodorlarning darajasiga erishadi. Shuning bilan bu kishi Abu Bakr radhiyallohu anhu, Usmon radhiyallohu anhu, Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu, Imam Abu Hanifa rahimahulloh, Abdullah ibn Mubarak qatorliq isil sihiy kishilarga o'xshash bo'ladi. Allah ularning hammasiga rahmat qilsin. Shuningdek, dunyoning ayshi ishratlariga cho'mib ketgan kishinimi Alloh subhanahu va taolo ulug' Ramazon oyiga yetkazsa, u kishi chaqnab turgan iymonning xursandligida yashash va haqiqiy baxt saodatni tepish uchun o'zining xatoliklariga tövbe qilib, yurak holatda to'g'ri yo'lga qadam bosadi. O'zini azdirgan shaytonni bichit qiladi, o'zini kontrol qiladi. Chunki ko'nglini xush qilish degan rohat izlash bilan bo'ladi. Biz u kishiga Ramazon bilan ko'nglingizni xush qiling. Bu abadiylik ko'ngil xushi. Buningga dunyodagi vaqtliq dard alam, kasal paydo qiladigan, ko'ngilni xush qiladigan hech qanday bir ish tang bo'lmaydi deymiz. Yaxshi amallarni ko'p qilayotgan tirishchan kishilarning amallari hassilab oshidi. Allohga bo'lgan yaqinligi ziyoda bo'ladi. Qur'oni Karimni uzildirmay xatmi qilib turdi. Xuddi Usmon radhiyallohu anhu, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Abdullah ibn Mubarak, Imam Malik, Qatada qatorliq mashhur tarixdagi imomlarga o'xshash, ular Ramazonda to'xtamay Qur'oni Karimni xatmi qilib turadi. Shuningdek, har bir kishi Ramazonni hurmatlab, bir oy ichida Qur'oni Karimni faqat bo'lmagan vaqtida bir qitim bosh oxir tamomlash kerak. Agar qori bo'lib qolsa, Allohning kitobini yod olgan hafizlardan bo'lsa, bir qancha qitim tamomlab etsa, bu nihoyatda yaxshi bo'ladi. Ro'zador uchun Allohni yod qilish, Qur'on tilovat qilishdanmi go'zal ish bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: "Shahru Ramazon allazi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi va bayyinatin minal huda val furqan." Ya'ni oyatning tarjimasi Ramazon oyida Qur'oni Karim nozil bo'lishga boshladi. Qur'on insonlarga yetakchidir, hidoyat qilguvchi va haq-nohaqni ayiruvchi ro'shan oyatlardir. Alloh subhanahu va taolo hammalarni Ramazondagi ulug' ishlarga muvaffaq qilsin. Ramazondagi vaqtimizni Allohning kitobini tilovat qiladigan va Qur'oni Karimni imkoniyatimizning yetishicha ko'p xatmi qiladigan qorilarga o'xshash va shularning darajasiga erishadigan yaxshi kishilarning qatoridan qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.